أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaştaşlar, biz aldığımız derslik saatlik dersimizde ilmul hadis to'g'riliq bir qism tushunchalar, kelib chiqish ahvoli, undan keyin bizning tadqiq qilgan o'buktumul qatorliq masalalar to'xtalgan. Endi bugungi darsimizni boshlashdan ilgari biz aldığımız derslarni, ya'ni kitobning umumiy mazmunini bir qitim xulosalab o'tgandan keyin undan keyin darsni boshlaymiz. Biz aldığımız saatlik dersde şunu deb o'tdikki, ilmul hadis hadisninki faqat bizga sog'lom yetib kelish yo'llari va ravilarning ahvollari qatorliq masalalarni o'z ichiga oladigan tarafni bahs qiladi. Hadisning fiqhi, fikri va fahmi tushuncha taraflarini buni bu fanda qanday qilmaymiz, bahs qilmaymiz deb hadisning ilmul hadisni cho'ng jihatdan 3 qismi bo'lib o'tgan. Birisi al-mustalah, ya'ni birisi al-jarh va ta'dil, ya'ni birisi al-ilal. Al-mustalah biz oldingi sonlik darsimizda o'tgandek hadisga munosabatlik atalg'ularning tadqiqot ahvollari va ularning tushunchalari, undan keyin hadisning qoida tadqiqotlari, hadisninki mushu qatorliq masalalarni tadqiq qiladi. Masalan, hadis atalg'ularini tadqiq qilish deganimiz sahih degan nima, hasan degan nima, munkar degan nima, mursal degan nima qatorliq masalalar. Hadisga munosabat tadqiqotlar desak, mursal hadisning hukmi nima, tadlisning hukmi nima, tafarrudning hukmi nima, zaif hadis amal qilib bo'lamdi, bo'lmamdi, ma haqda bahs qiladi mustalah. İkinci türü, ilmul hadisning ikinci türü el-jarh va ta'dil deganimiz, jarh ta'dil, yani aqlash, qarlash atalg'ularini tunish va tushunish. Masalan, la ba'sa bihi deganning ma'nosi nima, solihning ma'nosi nima, fiqa deganning ma'nosi nima degandekchi. Undan keyin jarh ta'dilning ikinci tadqiqoti, jarh ta'dilga munosabatlik qoidalarni tadqiq qilish degan to'q. Masalan, jarh ta'dilning o'zaro ta'arruz qilib qolgan vaqtda muomala qilish qoidalari, raviyning jaholati qachon ko'tariladi degandek ma'noga o'xshagan. Undan keyin uchinchi turini biz al-ilal deb kelib, al-ilal ikki qism mazmunni o'z ichiga olgan. Birisi dirasatul qawaid, ya'ni qoidalarni tadqiq qilish. Masalan, fiqaning ziyoda rivoyat qilgan hadisining hukmi nima? Hadis rivoyat qilishda raviylar ixtilof qilib qolgan vaqtda tarjih yo'llari qaysi, qancha xil tarjih yo'llari bor, bu haqda bahs qiladi. Ondan keyin ilalning keyin bir mazmuni amaliy tadbiqot deb kelib, masalan, amaliy ilal kitoblarini o'qish, tadqiq qilish, hadislarni amaliy o'quvchilarga tahrij qilishni qanday qilish, mashqlantirish qatorliq mushu taraflarni o'z ichiga olib degan to'q. Endi biz shu gaplarni deb bo'lib, bizning maktabda o'qiydiganimiz, mush kitobda o'qiydiganimiz faqat qanchinchisi? Birinchisi, ya'ni al-mustalah. Shuningga kitob 4 ga bo'lingan bo'lsa-mu, qolgan mazmunlar kitobning qolgan boblarida bo'lsa-mu, lekin o'quvchilarning amaliy saviyasini asos qilib turib biz birinchi bobni o'qiymiz, ya'ni al-mustalahni. Unda bizning nazarimiz shu birinchi bobga tushdi. Biz birinchi bobni butunlay bir qatim oldingi qatim xulosalab chiqqan. Bugungi darsni boshlashdan ilgari biz butun kitobni avval bir xulosalab chiqamiz. Biz oldingi darsda hadisni ikkiga bo'lib olgan. Birisi xabar ahad, ya'ni birisi xabar mutawatir. Xabar mutawatir deganimiz bir hadisni ko'p sonliq kishilarning rivoyat qilgan hadisi bo'lib, ularning odatda yolg'on bir bo'lish ehtimoli yo'q deyilgan. Mana shu vaqti yo'q. Ya'ni hadisning darajasi qat'iylik darajasiga bo'lgan hadisimiz mutawatir hadisidir. Mutawatir hadisni lafzi, ma'naviy deb ikkiga bo'lib, buning ahvollarini oldin qatim bayon qilgan. Undan keyin xabar ahadga kelsak, xabar ahad hadislar raviylarininki soni e'tibori bilan mashhur, aziz, g'arib deb uchga bo'linadi. Avval xabar ahadning ta'rifatida mutawatir darajasiga yetmaganning hammasi xabar ahad bo'ladi. Bayatdagidek raviyning soni e'tibori bilan mashhur deganimiz mutawatirlik darajasiga yetmagan, ammo 3 dan yuqori, har tabaqatdagi raviyning soni 3 dan yuqori mutawatirlik darajasiga yetmagan hadislarni mashhur deb atadik. Her tabaqatdagi raviylarning soni yoki eng izi 2 bo'lib qolgan hadislarni aziz deb atadik. Her tabaqatdagi raviylarning soni yoki ma'lum bir tabaqatdagi raviylarning soni hisobda eng az tabaqatning raviy soni bir bo'lib qolganini g'arib dedik. Bu yerdagi mashhur deganlik, aziz deganlik, g'arib deganlik hadisni sahih, zaif deganlik emas. Sahihlarning mashhursi va aziz va g'arib va zaifning mashhursi va aziz va g'arib va. Bu faqat bo'lash taqsimot raviylarning son e'tiboridan qo'yilgan taqsimot. İkinci taqsimotda biz raviylarningki
hadisninki qoilininki e'tibor bilan hadisni 3 ga bo'lgan to'q 4 ga. Birisi hadis qudsi, ya'ni qoili, hadisning diguvchisi Alloh bo'lgan hadis. Yani Allah mundaq dedi deb payg'ambar alayhisalom bizga rivoyat qilgan hadis. Ikkinchisi marfu hadis. Bevosita Rasulullohga nisbat berilgan mayli qavli yoki fi'li yoki taqririy hadis bo'lsin. Uchinchisi mavquf deb qo'yamiz, sahobalarga nisbat berilgan. Sahobalarga nisbat berilgan hadislarni, ya'ni asarlarni mavquf deb qo'yamiz. Andan tabi'illarga nisbat berilgan asarlarni maqtu deb qo'yamiz. Uni ma'no e'tiboridan 3 ga bo'lgan bo'ldik. Ondan keyin biz xabar ahadlarni qabul qilinish va rad qilinish jihatda 2 ga bo'lgan. Birisi maqbul hadislar, birisi mardud hadislar deb. Maqbul hadislar sahih, hasan deb 2 ga bo'linadi. Sahih hadis deganimiz buningda 5 shart hozirlangan hadis sahih hadis bo'ladi. Birinchidan isnad boshdan oxir muttasil bo'lish. Ikkinchidan isnadlarda ravilarda adl bo'lish. Boshdan oxir hammasida. Üçüncüden ravilarning zabtisi tamam to'liq bo'lish, ya'ni asl qobiliyati sog'lom bo'lish. Dördüncü hadisda şuz olmaslık, beşinci hadisda illet olmaslık. Endi mushu sahih hadismi, mushu yuqoridagi qo'ygan shartlarninki o'zida hozirlanish yoki sirtqi omil sabablar tufayli hozirlanish nuqtasidan sahih li zotihi, sahih li g'ayrihi deb 2 ga bo'linadi. Endi hasan hadis deganimiz sahih hadisga o'xshash 5 shart hozirlangan hadis bo'ladi. Ammo bu 5 shartning ichidagi zabtisi to'liq bo'lish degan shart kelgan vaqtda zabtisi aningdek to'liq emas, balki sal yangiroq bo'lib qolgani nima bo'ladi? Hasan. Ammo cho'ng farqi yo'q. Ondan keyin sahih zaif deb sahih hasan deb ayirib bo'lgandan keyin mushu sahih hadislarni amal qilinish qilinmaslikdan 2 ga bo'linadi. Ma'mul, g'ayri ma'mul deb. Ya'ni muhkamul hadisga amal qilindi, muxtaliful hadis maqsad to'g'ri bo'lmagan, muvofiqlash to'g'ri bo'lmagan, ta'vil qilib bo'lmagan, tarjih qilib bo'lmaganda amal qilinmaydi. Ondan keyin nasikh mansukh hadislarda nasikh hadisga amal qilindi, mansukh hadisga amal qilinmaydi. Ham bu oyoqlashgandan keyin biz mardud qismiga kelsak, mardud 2 qism. 2 sabab tufayli mardud bo'ladi. Hadislar birisi saqtu minal isnad sababli hadis mardud bo'ladi. Saqtu minal isnad deganimiz zohir xafi deb 2 ga bo'linadi. Zohirdan 4 dona zaif hadis chiqadi. Masalan, muallaq, mursal, mu'adal, munqati deb. Saqti xafidan 4 dona zaif hadis chiqadi. Mudallas, mursal xafi, mu'an'an, mu'an'an deb. Ikkinchisi ta'nun firrawidagi ta'ni 2 xil bo'ladi. Ya adamning adolatida bo'ladi yoki adamningki zabtida bo'ladi. Mushlarning umumisidan bir necha turli nimalar chiqadi, zaif hadislar chiqadi. Masalan, mavdu, matruk, munkar, muallal, mudraj, al-mazid fi muttasil al-asanid, shaz, musahhab, muttarib, maqlub degandek. Bayat degan ta'nun firrawi ya adolatda bo'ladi, ya zabtida bo'ladi. Adolatda bo'lgani u odamning taqvoliga qaratilgan ish, ya'ni bu odam kazzab yoki kozib. Yoki bu odam kizb bilan ittihom qilinadigan odam, yoki bu odam fosiq, yoki bu odam majhul odam, yoki bu odam bid'atchi odam. Mavlaning hammasi bu odamning adolatiga munosabatlik ayib nuqsonlar, odamning dabsiga munosabatlik ayib nuqsonlar bo'lib qolsa, su'ul hifz, muxolifatu thiqat, muxolifatuhu lis-thiqat, muxolifatu thiqat yoki fuhshul g'alat yoki g'afla yoki kasratul avham deb 5 turli. Har ikkisi 5 dan 10 dona ayib. İkkilisini yuqorgi vaqtimizda yuqoridagidek bir necha xil zaif hadis chiqadi. Mana bu biz oldingi soatda xulosalagan, biz o'qimoqchi bo'lgan birinchi babning umumiy xulosasi. Endi buni qilib bo'lgandan keyin biz kitobning o'ziga kelaylik. Kitob avtor al-muqaddama ilmiya degan bilan kitobni boshladi. Ilmiy muqaddima fi nash'ati ilmul mustalah, ilmul mustalahning paydo bo'lishi haqida va bu sohadagi dangliq asarlar haqida qilib buni 3 mazmunga ayirib to'xtatdi. Birisi ilmul mustalahning paydo bo'lishi haqida va besib o'tgan bosqichlar haqida nubza tarixiy bir ko'rinishni bizga uqtirib qo'ymoqchi bo'ldi. Ikkinchisi ilmul mustalah sohasida yozilgan dangliq asarlar, dangliq kitoblar. Uchinchisi kitob boshlashdan ilgirki bir ta'rifotlar deb 3 mazmunga bo'ldi. Biz oldi bilan nabza tarixiyya an-nash'ati ilmul mustalah wal atwar allati marra bihani tezlikda bir o'qib o'tamiz. Chunki men darsning boshida bu to'g'riliq sizlarga ancha muncha tushuntirishmagan. Davot doktor يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز. Biz aldığın saat deb o'tganimizdek ilmul mustalah asosliq nima to'g'riliq bahs qiladi desa, ilmul mustalah asosliqqa hadislarning rivoyat yo'llarini tashrish,
hadislarninki rivoyat qilish qoidalarini bekitish yoki belgilash va rivoyat qilish jarayonidagi raviylarning ahvollarini tekshirish qatorliq masalalarni asosiy tema qilgan fan. Endi bu rivoyatni tekshirish, xabarni tekshirish, naql qilgan xabar naql qilishga, hadis naql qilishga birmuncha qoida prinsiplarni bekitish yo'qyan paydo qilgan ish demak emas demak. Buning umumiy prinsipi asli Qur'oni Karimda bo'lgan nimalar va prinsiplar demakchi-da. Davomida deyaptir. Inchki tekshirgan bahs qiluvchini mulohaza qilib tunib yetalaydi-ki, rivoyat ilmininki, xabar naql qilish ilmininki asosiy arkan prinsiplari Qur'oni Karimda va hadislarda bor. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh munu oyat orqali bunday mazmunni bizga bildirgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya'ni oyatdan chiqadigan umumiy prinsip nima desa, xabarlarni qabul qilishda, chuqur surishtirib bahs qilib, tadqiq qilib, iznib qabul qilish degan bir prinsipdan birini aqrildi oyatdan. Ondan hadisda keldi: "Nadarallohu imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a. Farubba muballighin aw'a min sami'." Yani bir rivoyatda farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamil fiqhin falaysa bifaqih. Hadisdagi umum mazmun nima desa, ba'zi yetkizuvchilar, anglag'uvchilar birisi-birisidan yetkizayotgan, anglayotgan narsalarni yetkizishda farq bo'ladi. Yetkizuvchi odam, yetkizgan ma'lumotni anglagan odam obdaloq saqlab verishi mumkin. Hatto oldidagi odam unutib qolishi mumkin. Har holda xabar naql qilayotganlarning o'tirida ma'lum darajada farq chiqadi deb hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam mana hadislarni sog'lom pet yetkizgan odamni Alloh xursand qilsin deb duo shaklida mazmun bayon qildi. Demek, meyle yukarıdaki ayet olsun, yoki hadis olsun, bunun umumiy oxir ko'rinishi xabarlarni bahs qilish, xabarlarni tadqiq qilish, xabarlarninki yetkazish yo'llari bo'libmi va xabar yetkazuvchi haqida ma'lum darajada bahs berishning lozimligini bizga o'qitib. Shunga olib turdi o'tidi. Fa fi hadhihi al-ayati al-karima, yuqoridagi oyat karimada va hada al-hadis sharif, hadis sharifda xabarlarni elishda aniqlash prinsipi va xabarlarni qanday muqimlash, onun dikkat qilish, yadlash, boshqalarga vaqtda inchkilik qilish taraflarda inchkilik qilish bilan uni zabtisining qandaqligini bir aniqlash prinsipi bizga uqtiriladi yoki beriladi deb mana tushunish bor. Endi Alloh subhanahu va taolaning va Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallamning buyruqni ijro qilish yusidan sahoba radhiyallohu anhumlar xabarlarni naql qilishda aniqlaydi va qabul qilishda aniqlaydi. Xususan bular shu xabarni naql qilishning rasulligini shaqib qolgan vaqtida. Shuning bilan mushuningga asosan isnodga ko'ngil bo'lish. Isnod degani shu gapninki yetkilish asossiz, yetkilish zanjirsiman holda demakchi. Ya'ni men dedim, men falondan anladım. U pukunun anlabdi ekan. Mush holat isnod bo'ladi. Va isnodning xabar qabul qilish va rad qilishdagi qimmati, ishonchli odamning gapi, ishonchli bo'ladi, ishonchsiz odamning gapi, ishonchsiz bo'ladi. Ma nuqtalarni sahobalar alohida inchki diqqat qiladi. فظهر بناء على هذا مجنون بناء isnodlarga ko'ngil bilish, isnodninki xabar qabul qilish, yetkilishdagi qimmatiga ko'ngil bilish haqidagi tema maydonga chiqdi. Sahih Muslimning muqaddimasida Ibn Sirindan rivoyat qilib deydi, "Lam yakunu yas'aluna anil isnad." Ular ilgari isnod to'g'ri so'maydi. Nimishqa ishonchlik. Falamma waqa'atil fitna, musulmonlar orasida fitna yuz berib, mayli siyosiy fitna yuz bersin, yoki shunga ergashgan aqida sohasidagi fitna yuz bersin, mazhab fitna yuz bersin, fitna yuz bergan vaqtida ular sammu'lana rijalakum, kimdan oldingiz ma gapni, mush gapni degan odamlaringizni bizga bir deb bering. Sammu'lana rijalakum degani ma xabarni, ma hadisni bizga yetkazgan odamlaringizni bizga bir deb beringlar. Kim u bu? Sizlar Rasululloh mushtada deysizlar, Rasulullohni kim anglabdi ekan, sizlar kimga dedi sizlarga? Mana deydigan bo'ldi. Shuning bilan deyilgandan keyin fayunzar ila ahli sunna qariladi. Agar ahli sunna bo'lib qolsa, endi demakchi uning aqidasi sog'lom odam bo'lib qolsa, fayuhad hadithuhum. Hadis elinadigan bo'ldi. Va yunzar ila ahli bid'ah. Agar bid'ah ahli bo'lib shuni shu bo'lib qolsa, fayunzar degani shuningga qariladi degani shu bo'lib qolsa, fala yuhadu hadithuhum. Ularning hadisi elinmaydi. Mushta bo'lib qolgan ahvol deydi. Onu binaen ala ennel haber, yani haberning isnodini bilib bo'lgandan keyin an qabul qilinadi degan bir fikr o'tirib chiqqan bo'lgan chiqqan. Mushunga binaen andigin jarh ta'dil bilimi maydonga chiqdi, raviylar haqidagi gaplar maydonga chiqdi, isnodlarning muttasilari qaysi, munqatilari qaysi buni bilish maydonga chiqdi, xafiy illatlarni bilish maydonga chiqdi, raviylarning ba'zi haqidagi gap inkor maydonga chiqdi, lekin az
Lakin ala qillatgin lekin az. Nimishqa desa, dastlabda anda majruh, ayblanadigan, qarlanadigan ravilar az o'g'i. Chunki sahobalarning davri emasmi? Sahobalardan keyingi tabiinlarning davri emasmi? Asrlarning yaxshisi emasmi? Davrlarning yaxshisi emasmi? Unda o'g'anda eski odam nisbatan az urdi. Nimalar bo'lmasin, har holda bir nuqtaga diqqat qilsak, ular ilgari isnod haqida so'maydi. Keyin so'rashga boshladi degani, ilgari albatta ishonchlik, shuni so'maydi. Qachoniki sahobalar kishilarning ishonchsizligini his qilib qoldi, bayqab qoldi, shu vaqtdan tortib so'rashga boshladi. Demak, paydo bo'lgan dastlabki davrlar. Undan keyin ulamolar bu haqda texnik kengaydi. Hattoki hadislarning zibtisi tarafdan qanday turaqlashtirish, ya'ni munosib vaqtda hadislarni qanday o'rganish demakchimdi. Ve onu qandaq elish, tahammül degani başqalarını qandaq o'rganish ve vaada başqalarga qandaq yetkizish. Hadisning nasixini tunish, mansuhdan, g'ariblarini tunish ve undan boshqa hadisga munosabatlik nurg'un palla haqida bahslar mustaqil shaklda maydonga chiqqan bo'ldi. Lekin har holda shu ulamolar uni shafaviy naql qilishadi degani, xuddi biz boshqa darslarimizda deb o'tganimizda dastlabki islomiyatning dastlabki davri ilmiychilik taraqqiy qilmagan yoki yeziqchilik maydoni kelmagan vaqtga chiqib, ilmlarning hammasi shakllangan taqdirdami, eg'izaki shakllangan. Hammasining zehnida bor, dars o'rinda, dars majlisida ustozning eg'izidan chiqadi, o'quvchi anglaydi, shu bo'yicha o'zlashtirib oladigan gap. Shundan keyin ishlar taraqqiy qilib, tatavvaral amr, ishlar taraqqiy qilib, ma palla tuktub va tusajjal yezildigan bo'ldi, xotiriladigan bo'ldi. Lekin başqa palla bilan aralashma shaklda kitoblarni tarmoq, masalan, mustaqil ulumul Qur'on, mustaqil ulumul hadis, mustaqil usulut tafsir, mustaqil mustalahul hadis deydigan ayrı kitob shaklda emas, bir kitob yozsa, bu kitobda avmi bor, mavmi bor, av bir bob ustida, mav bir bob ustida aralashma shaklda yozilgan holat barpo keldi. Masalan, ilmul usul, ilmul fiqh, ilmul hadis degandek. Masalan, Risala Kitabul desak, İmam Şafii'ninki kitobda hamma mazmun bor. Asasen hem mezmun var. Ve ahirda bu bilimler pişip yetilip, atalgılar toraqlışıp, her pen başkasının mustakil olgan vaxtıda. Şu tahminen Hicri'nin 4. əsrdə tuluq bir pelle ayrılgan vaxtı oldu. Şu vaxtıda efredel ulemalar ilmul mustalahni mustakil kitap yazgan mı? Onda şu ilmul mustalahni mustakil kitap yazgan tunci şahıs Qadi Ebu Muhammed el-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad Rama Hormuzi, yani Hicriye'nin 600. yılı, Hicriye'nin 360. yılı vefat tapkan özününki El-Muhaddis el-Fasil Beyner Ravi vel-Va'i degan kitabıda mustaqil tunji qilib Mustalahul hadis haqida kitobni yozib qoldirgan. Demak, yuqoridagi qisqacha ta'rifot bizda darsning boshida deb o'tgan ulumul hadisning paydo bo'lish, nima bo'lib qanday paydo bo'lgan, nima sabab, nima ehtiyoj tufaylidan paydo bo'lgan qisqacha bir kichik kartinasi hisoblanadi. Har holda bu to'g'ri agar cho'nqur izlanmoqchi bo'lsanglar, mushu palla maxsus bahs qilinadigan tarojim kitoblar bo'ladi. Maxsus mabadi kitoblar bo'ladi. Pallani tushuntiradigan shu kitoblarga murojaat qilsanglar, tafsili har fanning paydo bo'lish ahvoli, maydonga chiqish ahvoli, besib o'tgan bosqichlari aniq. Mavamda maqom bo'lmag'achqa qisqacha bayon qilib o'tdik. Abturda o'tadi va sa'azkur ashhar al-musannafat fi ilm al-mustalah, yani ilm al-mustalahdagi eng dangliq asarlarni so'zlayman. Yani mustaqil asar qilib yozilgan vaqtdan ta bugunga qadar mush kitoblarni so'zlab chiqaman deydi. Hem demek Abdur kitapta ashhar al-musannafat fi ilm al-mustalah deb taxminan 15 turli kitobni bizga qanaqa qilgan bo'ldi, depagan bo'ldi. Buning ichidagi bizning xususan biz Uyg'urlardagi ilmiy sohada qo'llanayotgan, o'qiyotgan kitoblar 8-si ulumul hadis. Şu kitoblarimizdagi 8-si ulumul hadis, ya'ni bu bizning aramizda Ibn Salah deb mashhur, Muqaddim Salah deb qo'yamiz. Ma kitob shu ulumul hadisni bir qadar kengroq o'z ichiga olgan aramizda bu kitobning birisi. Yana birisi Tadribur Ravi fi Sharh Taqrib an-Nawawi deb Jaloliddin Abdurrahman ibn Abu Bakr as-Suyuti, yani biz Suyuti deymiz-ku, shuning kitobi ma ikki kitob hajm jihatda sal cho'ngroq, mush sohadagi bir qadar umumlashgan. Ham bizda bor, ham aramizda o'qitilib, o'rgatilib ketayotgan kitoblarning birisi mush kitobni cho'nsa. Qolganlari albatta, masalan, agar
bu haqda kichik matn shaklidagi o'sha mustalah sohasida matn shaklidagi yodlash qulay kitoblar din desanglar 12-si Nuhbatul Fikr fi mustalah ahlil athar degan Ibn Hajarning kitobi. Bu kitob yodlashga intayin qulay, nihoyat qisqa, ammo umum mazmunlarning hammani qana qilgan o'ziga olgan. Undan boshqa 14-si Al-Manzuma Al-Bayquniyya maktabmo yodlashga qulay she'r shaklida keltirilgan. Muşular hamda bayatni deb bergan 4 kitob bizning aramizda qo'llanayotgan kitoblar. Qolganlarini yana foydalansak bo'ladi. Ammo Ilmul Mustalah bu kitobda tilg'ilingan 15 kitoblardan tugab qolmaydi. Boshqa kitoblar bor. Shu avtor eng oxirisida va hunaka musannafat ukhra kathira. Bu yerda nurg'un boshqa asarlar bor bo'lib, ularni tilg'ab o'tirish bek uzun. Shunga mashhurlarni tilg'ashga kifoyalandim. Allah hammaylanga biz va musulmonlar nomidan yaxshi mukofotlarni bersin deb gapini oxirlashtirdi. Andikin darsining o'z mazmuniga kelamiz. O'quvchilar Ma'asharul Musannafat fi Ilmul Mustalah'dagi kitoblarni bir qo'rib ko'rib, aslidagi kichik berilgan izohlarni ko'rayotgani yaxshi. Chunki bir odamning bir fan sohasidagi kitoblar va ularning amaliy ahvolini bilishning o'zimi shu fanni yerim egallaganlik hisoblanadi. Andikin darsni boshlashdan ilgari Abdur Night bir xil yaxshi uslub tumirini qo'llangan, ya'ni kitobda chiqadigan butun atalg'ularni bir qo'r qanday qilayotgan tushuntirib o'tgan. Biz hamda bunga yarasha shaklda bir butun atalg'ularni bir qilib tushuntirib o'tamiz. Birincisi ilmul mustalah degan nima desa, biz darsning boshida deb o'tdik. Agar hozir kitob qaramay turib daftarimizni deyarlaymiz, ya'ni hadisni qabul qilish, rad qilish nuqtasidan hadisning isnot yo'llari va matnning ahvoli, raviylarning ahvoli bahs qilinadigan fandan bo'ladi ilmul mustalah. Bayatimiz ilmul hadisni 3 bo'lib al-mustalah, al-jarh va ta'dil, degan al-ilal dedik. Buniki mustalah dal shu xil. Shu turmada o'tadi. Huwa ilmun bi usul va qawaid. Yani bu bir bilik prinsip qoidalarga munosabatli bir fan bo'lib, bu qoida prinsiplar orqali sanatning, ya'ni isnotning va matnning ahvollari qabul qilinish, rad qilinish tartibi. Maraviyni qabul qilib bo'lamdi, bo'lmamdi. Ma hadis illat vami, shuzuzlik vami, yo'qmi? Agar bo'lib qolsa, hadis zaif hadis, ya'ni mardud hadis. Agar yaqub illat shuzuzlik bo'lmay qolib qolsa, maqbul hadis. Raviyning ahvollarida mas'ul bo'lib qolsa, mardud hadis. Agar raviylarning ahvollarida mas'ul bo'lmay qolib qolsa, maqbul hadis. Mushu bahs qilinadigan, mushuning yo'llari, prinsip, qoidalari bahs qilinadigan fanni ilmul mustalah deymiz. Ham ilmul mustalahning temasi shu ta'rifatni o'zini chiqib turibdi. Ya'ni qabul qilish, rad qilish nuqtasidagi sanad va matn. Esingizda bo'lsin, ilmul mustalah boshqa ish qilmaydi. Darsning boshida deb o'tdim, hadisni tushundirmaydi bizga. Hadisning fikriy mazmunlarini olmaydi, fiqhiy mazmunlarini olmaydi, hadisning tushunchasini olmaydi. Illaki hadis qabul qilinamdi, rad qilinamdi. Mushlam. Ilmul mustalahning umum vazifasi shu. Agar bir odam ulumoni tayyor qilib bergan sahih hadis, zaif hadis degan nuqtalardan kifoyalanaman desa, buni vaqtincha o'qimasimi bo'ladi. Lekin bir talibul ilmi bo'lish sifati bilan, men bir ahli ilm bo'laman degan sifat bilan har holda cho'nqur bo'lmasimi ma'lum darajada tushunchaga ega bo'lishi, ulamolarning hadisni zaif, sahih deb ayirishni normal to'g'ri tushunadigan holatda ilmul mustalahni o'qishi zarur deb qaraladi. Bu fanninki mevasi natijasiga qarasak, buning asosliq natijasi qo'lga kirilgan meva hadislarning ichidagi sahihni zaifni ayirish. Andan 4-chisini tortib bir qism atalg'ularni anglab o'tib ketaylik. Hadis degan nima desa, lug'at jihati yangi degan bo'ladi, ahadisga ko'plik qilinadi. Ala xiloful qiyas degani asli sarf qoidasi bo'yicha fa'il boshqa afa'ilga ko'plik qilinmaydi. Masalan, marid desak, mardoga ko'plik qilinadi, shundaymi ya? Marid nimaga? Mardoga. Daif desa duafa ko'plik qilinadi. Daif, duafa. Hadis ahdas. Hadis nima? Ahdas. Uni boshqa. Ammiyadagi hadis ahadisga ko'plik qilindi. Bu nima desa, hadisninki hadis deganligi alohida ma'nosi bilan. Boshqa vaqtda ahadis emas. Ahdas masalan, hadisning ahdas va shu shakldagi boshqa xil ta'rifatlar. Ammo bu yerda mushu hadis ma biz o'qiyotgan hadis degan ma'no bilan ahadis bo'ladi. Yoki hadis hudasa masalan. Ala xiloful qiyas degani shu. İstilah nuqtasidan Rasulullahga nisbat berilgan mayli qavl, mayli fe'l, mayli taqrir yoki sifat olsun. Buni biz oldingi kunlik darsda qanaq bo'lgan, tushuntirib bo'lgan. Ondan keyin xabar degan atalg'uni tushuntiramiz. Xabar deganmi, men tushuntirib qo'ysam, hadisdan o'xshash ma'noda. Esingizda bo'lsin, hadis, xabar, athar hammasi hadis degan ma'noda. Hadis, xabar, athar. Lekin bir qism atalg'ularda atharni sahobalarning, tabiinlarning so'zlariga bakroq qaratadi. Ammo inchikligiga vaqtida hadis qilinmag'udi, boshqa qismicha ma'noda. Xabar degan lug'at jihati naba degan ma'noda, buning ko'pligi nima? Axbar. Ko'pligi axbar.
İstilah cəhətdə üç xil fikir var. Birincisi hadis bilan ma'nodosh. Yəni ikkisi ma'nosi istilah cəhətdə oxşash. Unda olganda çoğ farqı yo'q. İkincisi zid, yani hadis degan Rasulullah'dan kelgani, xabar degan Rasulullah'ın g'ayridan kelgani deydi. Üçüncüsü amraq, hadis degan Rasulullah'dan kelgani, xabar Rasulullah'dan kelgani, Rasulullah'ın g'ayridan kelgani. Ama bunun içinde bizim şu kitapta en köp kullandığımız yani şu hadisga muradif deb işletiyoruz. Hadis, xabar. Mesela mutawatirdan başka hadislarni xabar ahad deymiz mesela. Altıncısı eser. Eser degan nima desa, ta'sir qildik degan ma'noda. Baqiyatu shay deydi, lug'at jihati bir narsaning qildiqi. İstilah jihati ikki xil fikr var. Birisi hadisning muradif, yani ma'nodosh. Doğan işkilesinin ma'nosi istilah jihati bir bo'ladi. İkincisi muradif, yani sahabe tabiin ve nisbat berilgan ish harakatlarni asar deb qo'yamiz. Ma'mu qo'llanildi ba'zi kitoblarda, avmu qo'llanilgan gap. Andan isnad desak ikki xil ma'nosi bor. Isnadni birisi ism ma'nosidan tarjima qilamiz, yana birisi masdar ma'nosidan tarjima qilamiz. Ya'ni masdar ma'nosidan tarjima qilgan vaqtda hadisning digitiga bağlangan, musnaddan degani bağlangan holati nisbat berish isnad bo'ladi. Unda olganda masdar bo'ladi ma'vo. Ama isim ma'nosi bo'lgani matniga yetkazadigan yetkazuvchi ravilarning zanjirsimon holati isnod, yani sanad bilan bir ma'no bo'ladi. Bunda vaqtda sanadning muradifisi bo'ladi vaqtda. Bir ma'nosi ism ma'nosida, yana bir ma'nosi masdar ma'noda. Masdar ma'no degan vaqtda yetkazish, nisbat berish, isnod qilish degan gap, ulash degan gap. Ism ma'nosi degan vaqtda sanad ma'nosida, ya'ni hadisninki matngacha bo'lgan oraliqdagi yetkazadigan ravilarning zanjirsimon holatini isnod deb ataymiz. 8-si sanad degani lug'at jihatda. Sanad esa tayonish degan gap. Mu'tamad degani tayonish degan gap. Endi tayonish deb atishning sababi chunki hadis shunga tayinib asoslanadi. İstilah jihatda shu matnga yetkazadigan ravilarninki ulash holatini pukuni rivoyat qildi, pukuni rivoyat qildi degan holatlarni biz sanad deymiz. Matn degan nima desa, matnas lug'at ma'noda zamindan ko'tarilib chiqib, qattiq bo'lib ketgan bunda tashlanib, ketib ketgan yerni matn deb qo'yamiz. Uchsi degan gapcha bu aloqa zaminning do'nglikning uchsi degandek. Istilah jihatda jumlaning sanad yetib borgan yeri degani Haddasana falan deb kelib, an Abi Hurayra radhiyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi vasallam qol degandan keyin hadisning asosiy mazmuni matni hisoblanadi. Andaki musnad degani nima desa, bu lug'at jihatda asnadan chiqqan ism maf'ul, asnada shaylar, ya'ni bir narsa nisbat berdi, döngüde, atdi, tayandur degan ma'noda. Istilah jihat 3 xil ma'nosi bor. Yani birincisi her sahabenin rivayetlerini alohida toplangan kitapta. Mesela İmam Ahmed'in kitabını Musnad İmam Ahmed deyimiz. Ebu Hurayraning hadislerini bütün toplaqlıq, Ayşe'nin hadislerini bütün toplaqlıq. Mana ravi boyunca hadislerini toplagan kitaplarını Musnad deb ataymiz. İkinci ma'nosi sanad jihatda Rasulullahga ulaşıp qolgan marfu hadis. Yani Rasulullahga ulaşgan hadisni sanad deymiz. Buni tunugun biz ancha-muncha deb o'tdik oldingi darsda. Üçüncü ma'nosi de sanad, yani musnad degandan sanad turadi. Unda vaqtda masdar mimi bo'lib sanad talaqqi hadisning raviga yetkazilgan zanjirsimon ulanma holatini musnad deb ataymiz. 3 xil ma'nosi bor. Endi musnad desa hadisni o'zining isnodi bilan mayli shu isnodga nisbatan o'zi ma'lumot olsun yoki o'zi ma'lumot yo'q, boshqalarnikini rivoyat qilib bersin, hadisni Rasulullohga yetkazgan odam pukuni angdab yetkazgan odamning o'zini bo'ladi, musnad bo'ladi. Andakin muhaddis deb atalgan anlaymiz. Muhaddis degan hadis ilmi bilan shug'ullanadigan odam. Mayli hadis ilmini rivoyat qilish nuqtasidan yoki tadqiq qilish, dirayat degani mazmunni tadqiq qilish nuqtasidan olsin, hadis bilan shug'ullanadigan odam muhaddis bo'ladi. Ko'pincha rivoyatlarni xabardor, raviyning ahvolidan xabardor odam muhaddis bo'ladi. Yani hadisshunos degan gap. 13-chi hafiz degan ikki xil ko'z qarash bor. Birisi ko'pincha muhaddisning nazarida hafiz muhaddis bilan bir ma'nodosh. Masalan, xuddi Hafiz ibn Hajar degandek. Ikkinchisi bu muhaddisning darajasidan yuqoriroq. Ya'ni buning har tabaqatda bildig'ini, bilmaydiganidan ko'p bo'lgan odamni hafiz deb qo'yamiz. Eng oxiri qatalg'i hokim deb qo'yamiz. Bu odamning ismi emas, balki hadis ilmining umumisini qana qilgan, o'ziga olgan ve onu ütep kesse, azırak ütep ketkin, bu ütep ketmeydiğen demek. Köpünç neslini bildiğen ma kişini biz hafız deyimiz. Yani yukarıdık atalgılar asasen bir kısım ehli ilmilerninki köz karşı boyunca çıkılgan atalgılar. Her halde bazı bir kısım kitaplarda yukarık atalgılar oturda çoğun anca bunca fark vardı. Lekin umumi cihetten bulup mu yine ders başlayan yine muhabbet yeni kirgen okuyuşlarına nispeten atalgılarını muşu yukarıda bayan kılıngan ma'na boyunca turaklaştırır varsa muşu xili muvaffaq. İnşallah dersimizden ahırda kalan bu atalgılar münasebetlik meseleler texmi kengayip texmi aydınlaşıdı. Emde biz bayatın degenimizdek kitabının asasi kısmına emde geldik. Biz aldığımız dersimizi dep öttük. Madrasının 5'ini dep öttük. Kitap 4 bab. Ama bizning o'qiydigan mustalahga munosabatlik mazmun 1-babda. Shunga biz kitobimizning 1-bobidan ham o'qiymiz.
Dal hozir boshlamoqchi bo'lgan al-babul avval degani dal kitobimizning birinchi mazmuni, ya'ni hadis haqida. Bu birinchi bobni cho'ng jihatdan 3 faslga bo'lamiz. Fihi salasatu fusul. 3 faslga bo'linadi. Birinchisi hadislarni bizga yetib kelish nuqtasini taqsimot qilamiz. Biz buni darsning oldida xulosalab, hadis 2 ga bo'linadi. Xabar ahad, nima mutawatir deb bo'ldik. Ya'ni buningda 2 mabhas bor, 2 bob bor. İkinci faslda, ikinci bobda, ya'ni hadis ahadlarning taqsimoti bo'ladi. Buning cho'ng jihatdan 2 cho'ng bob bor buning ichida. Yani biz xabar ahadlarni rad qilinish, qabul qilinish jihatda, maqbul, mardud deb ikkiga bo'lgan emas, mana shuning ahvoli so'zlanadi. Ham 3-faslda mardud, maqbulning o'tirida o'rta xabar ahadlar degani, demak, xabar ahadlarning bir taqsimotlari. Buning maqbullik bilan mardud bilan munosabati yo'q demakchi. Masalan, biz darsning başida xulosalab o'tgan vaqtda hadisni ma'lum nuqtalardan mashhur, aziz, g'arib qilib bo'ldik. Ma'lum nuqtalardan hadis qudsi, marfu, mavquf, maqtu' bo'ldik. Bu nomlar hadisning sahih zaiflikka munosabati yo'q. Sahihmi bo'ladi, zaifmi bo'ladi, ya'ni o'z sharti topilsa, lekin ma'nam boshqa nuqtadan, boshqa tarafdan qaratib deyilgan gaplar sahih hadisningmi marfu'i bo'ladi. Zaif hadisningmi marfu'i bo'ladi. Sahih hadisningmi g'aribi va zaif hadisningmi nimasi va g'aribi va. Shu mavlani mardud maqbulni o'tirdi. O'rtaq hadis xabar ahadlar degani rad qilinish, qabul qilinishlar munosabatsiz. Ammo shu xil tarmoq turlar ichida maqbulni topilgan, mardudni topilgan hadislar demakchi. Biz birinchi al-faslul avval, birinchi kitobimizning birinchi kichik bobiga kelaylik. Hadisni bizga yetib kelish e'tiboridan bo'lgan taqsimotda 2 mabhas va al-mabhasul avval, ya'ni birinchi paragraf al-xabarul mutawatir. Xuddi biz darsning beshida xulosalab o'tgandek, ikkinchi mabhas, ikkinchi bob xabarul nimo ahad. Ya'ni cho'ng jihatdan hadis, xabar ahad, xabar nimo mutawatir deb nechaga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. Al-faslul avval, birinchi fasli. Hadisning bizga yetib kelish e'tibori bilan, taqsimoti, hadis bizga yetib kelish e'tibori bilan 2 qismga bo'linadi. Agar uningki muayyan son bilan cheklanib qolmaydigan yo'llar bo'lib qolsa degani eng tayin ko'p yo'llar bilan rivoyat qilinsa, bu hadis mutawatir bo'ladi. Masalan, do'stga qaraganlardek payg'ambar alayhisolamning so'zi sahobaga kelib, sahobadan tabiiga kelib, tabiidan tabiiga kelib, undan keyin avtorning, ya'ni kitobning avtorining, ya Buxoriy, ya Muslim, yana say degandek keladi. Mushadagi har tabaqatdagi raviylarning soni sanoqsiz bo'lib ketsa, mutawatir. Agar uningki muayyan son bilan cheklangan yo'llar bo'lib qolsa degani, ya masalan yuqoridagi do'stligidek payg'ambarning so'zi ash yuqoridagi 3 yo'lning birisidan rivoyat qilindi, yoki shu birining ichidagi har tabaqatda muayyan 10 ga yetmagan odam bor, bunda bo'lib qolsa xabar ahad bo'ladi. Endi yuqoridagi ularning har birisining ma'lum taqsimot, tafasillari va inshaalloh uni 2 mabhasda, 2 mazmunda so'zlaymiz. Tuvanda al-mabhasul avval, birinchi mazmun, ya'ni birinchi tadqiqot yoki birinchi paragraf xabarul mutawatir haqida so'zlaymiz. Mutawatir hamda biz darsning boshida deb o'tdik, bizning tadqiqot temiz emas. Chunki mutawatir kesilib, hukm qilinib, ayrilib bo'lgan hadisning turi. Buni bahs qilishning hojati yo'q. Bahs qilish to'g'ri kelib qolsa, diroyatan, fahman, fiqhan, fikran bahs qilinsa bo'ladi. Ammo raviylarni surishti qilamiz, hadisning darajasini surishti qilamiz, sahih zaiflikni surishti qilamiz deyishning hech qanday hojati yo'q. Chunki u mutawatir degan nomga erishish uchun shu qadam bosqichlarning hammani besib, yaqini, jazmi, qat'iy yo'llar bilan hadis ishonchlik deb tamg'a besilib bo'lgandan keyin mutawatir degan darajaga yetadi. Endi shunday olsun mutawatirning bir ta'rifatini anglab o'tib ketaylik. Lug'at jihati mutawatir degan tavaturdan chiqqan, tavaturdan yasalib chiqqan ism fa'il bo'lib, tatabu aqin degan ma'noda, tavatur al-matar deb qo'ymizgo, yomg'ir keyni-keyindan tushib ketdi degan ma'noda. Istiloh jihatda shunday ko'p sonli kishilar rivoyat qilgan hadis bo'lib, odat ularning yolg'onga kelishib olishni qanaqa qiladi? Mahol qiladi degani mumkin emas odatda. Xuddi men oldin saatlik dars misol qoldim-ku, bir xabar menga 10 tarafdan keldi. U 10 taraf o'zaro tunishmaydigan, bir makonda yo'q, bir shaharda emas, boshqa shaharlarda bir yerga kelib, ma'lum bir oldinli dish imkoniyati yo'q ularningki. Menda holatga kelgan xabar nima bo'ladi? Mutawatir bo'ladi. Yuqoridagi ta'rifatni izohlagan vaqtimizda ta'rifatning ma'nosi mutawatir degan shundoq bir hadis kelmadiki, al-hadis avul xabar aytishlik bir ma'noda. Avtor faqat sizlarni ko'ndirish uchun al-hadis avul xabar deyotdi. Shunda bir hadisga
Buni uning sanad tabaqatidan har tabaqatda nurg'un raviylar rivoyat qiladi. Masalan, ma'nuz bir tabaqat, sahobalar tabaqati. Ma'nuz bir tabaqat, tabiinlar tabaqati. Ma'nuz bir tabaqat. Mush har tabaqatdagi raviyning soni intayin ko'p. Ya'ni biz darsning xulosasiga vaqt degandek, har tabaqatdagi eng aqalli son 10 demakchi. Nurg'un muhaddislar bor, o shayton undan yuqori, ammo eng to'g'ri o'lcham 10. Ma tabaqatdagi raviyning soni 10 yoki 10 dan yuqori. 10 10dan yuqori, 10 10dan yuqori, 10 10dan yuqori, mashta bo'lib ketsa, bu hadis mutawatirludi. Aql odatda raviylarninki mushu xabarini to'qishga ittifoq kilib olishini mahol deb hukm qilindigini dedik oldingi soatlik darsda. Bular ya zaman jihatda, ya makan jihatda birisi bilan bir yerga kelib, mushu hadisni to'qilib, deyishib olish imkoniyati yo'q demakchi. Endi mutawatir hadisning shartlariga kelsak, yuqoridagi ta'rifatning izohi. Dedin shu oydinlashdiki mutawatir hadis xabarda 4 shart bilan amallashudir. Birinchisi ko'p sonliq kishilar rivoyat qilgan bo'lishi kerak. Birinchisi, endi bu ko'pninki eng oz cheki haqida ixtilof qilindi. Muxtor fikr 10 odam deydi. Ba'zilar 40 odam deydi. Ba'zilar undan tuvan deydi. Ammo shuningdek eng tuvan chek necha 10 odam. 10 odam. Ikkinchi shart, birinchi shart. Ikkinchi shart mushu kasrat, mushu ko'p son, ya'ni aqallisi 10 odam bo'lgan mushu son sanad tabaqalarining hammasi topilishi kerakki, mayadimi 10, mayadimi 10, mayadimi 10 bo'lishi kerak. Agar mayada 10, mayada 10 bo'lib qolib, agar mayad necha bo'lib qolsa, 5 yakcha to'p qolsa, hadis mushaning azob qolganlik tufaylidirlar, nima bo'lib qoladi? Hadis mutawatir darajasiga tushib ketib qoladi. Uchinchidan, odat ularning yolg'onga kelishib mahal qilish kerakligini, masalan, bular xilma-xil shahardan ko'rshanmaydi. Xilma-xil turdagi odamlar, masalan, o boshqa tipdiki, ma boshqa tipdiki, yoki xilma-xil mazhabdiki bular kelishib olib bir hadis to'qili deydiganga va shunga o'xshagan, yoki ularning yashagan zamoni boshqa deganda ekanda bir xillar sabablar tufaylidan bular bir yerga kelib, ma hadisni to'qishga kelishib olish imkoniyati yo'q bo'lgan bo'lishi kerak odatda. Mana 3-shart, 3-shart. 4-shart ularning cho'qim hadisining tayanchisi, mustanadligini tayanchisi his bo'lishi kerak. His degani pulanidan, pukunidan rivoyat qilingan emas. Cho'qim bular rivoyat qilgan vaqtda hadisni rivoyat qilish talaffuz shakli men angladim. His degan shu. Men palanning mundaq qilganligini ko'rgan, pukuni menga degan, pukuni mundaq ekanligini tilga olgan deb o'zining aniq shu hadisni anglaganligini ifodalaydigan bir iborat ishlatish kerak. Masalan, sami'na, ra'ayna, lamasna, sami'tu, ra'aytu degandek. Ammo agar ularning xabarining tayanchisi aql bo'lib qolsa, masalan, mundaqlik mantiqchilarning bir gapi bor, falsafchilarning olam paydo bo'ldi. Bu xabar vaqtida mutawatir bo'lmaydi. Cho'qim hisul, amaliy ko'rgan bo'lish kerak, nazariy bo'lmas kerak demakchi. Endi mutawatir hadisning hukmiga kelsak, mutawatir hadis ilmi daruriyni ifodalaydigani, ilmi daruriy degan gap keskin ma'lumot degan gap. Mutawatir hadisning chiqqan mazmun aniqlar mazmun degan gapda, ya'ni inson uni keskin tasdiqlashga nima bo'ladigan, majbur bo'ladigan yaqiniy ilm degan. Qanday u desa, ishni o'zi ko'rgandek tasdiqlashda ikkilanmaydigan bunda holatda bir ma'lumotni bizga ifodalaydi. Dal mutawatir hadismi shu. Bir odam bir narsani ko'rgandan ko'ziga ishonadi, va mutawatir hadisning darajasi xuddi ko'z bilan ko'rgandek ma'lumotni ifodalash kerak. Shuningdek, mutawatirning hammasi maqbul, uning raviylarining ahvolini bahs qilib so'zlash nima hojatsiz. Endi mutawatirning qismlariga kelsak, biz darsning oldidagi xulos deb o'tgandek mutawatir ikkiga bo'linadi. Birisi lafziy, birisi nima? Ma'naviy. Mutawatir lafziy degan nima desa, lafzi ma'nisi mutawatir bo'lganligini. Masalan, bir hadis maraviydan mayoldanmi shu bitta rivoyat qilindi. Lafzimi shu, ma'nisimi shu. Mayoldanmi, lafzimi shu, ma'nisimi shu rivoyat qilindi. Ayoldunmu, lafzimi shu, ma'nisimi shu rivoyat qilindi. Demak, 3 yo'ldan rivoyat qilingan hadisning lafzan, ma'nan o'xshash. Innamal a'malu binniyatni hammasini rivoyat qilsa, endi hadisku mutawatir emas garchi. Agar mutawatir bo'lib qolgan taqdirda hammasi o'xshash bo'lganda mutawatir lafzan, ma'nan bo'ladi. Masalan, man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar desa, bu hadisni 70 net sahoba rivoyat qilgan. Endi mushu ko'plik degan, bu ko'payib ketganmi? Bütün seneden tabaqalarımı, qağalarımı hem mushu bo'yicha davomlashgan. Mana mutawatir lafzi deymiz. Ama mutawatir ma'naviy degan nima desa, lafz emas, ma'nisi nima mutawatir. Bu nima degan gap desa, bu yerda bir necha hadis bor. Rivoyat qilinganda
Bu hadis başka temadagi, başka mazmundagi hadis. Ama şu hadislarning hammasi gerçi umumiy temasi boshqa bo'lsa-mu, o'rtaq bir nuqta bor. A hadisdimi bor, ma hadisdimi bor, a hadisdimi bor. Mushu o'rtaq bir nuqtani o'z ichiga olgan bir necha hadisning darajasi mutawatir darajasiga yetib hammani qo'shsak yoki. Mushu nuqtadan aşı bir mazmun, halaqa hadisning o'zi emas. Aş hadisga shu mazmun mutawatir hisoblanadi. Buni ma'naviy deymiz. Chunki hadisning umumiy lafzi mutawatir emas, balki hadis o'z ichiga olgan shu halaqa kichkina mazmun, halaqa o'rtaq nuqta del mutawatir bo'ladi. Ma'nimiz mutawatir ma'naviy deb ataymiz. Ya'ni masalan, duoda qo'lni ko'tarish hadisi va masalasiga kelsak, Payg'ambar alayhisolamdan yüzde hadis keldi. Şu hadislarning her bir hadis asl başka temadagi hadis. Birisi Rasululloh istisqoning masalasi, birisi qabrning qishiq chiqqan vaqtdagi duo qilish masalasi, yana birisi boshqa edi, keyin birisi boshqa edi. Ammo hamma hadisda o'rtaq bir nuqta bor. U o'simi Rasululloh qo'lni egiz ko'tarib qanday qildi, duo qildi deydigan bir nuqta bor. Anda o'ganda hadislar mutawatir emas, balki qo'lni ko'tarib duo qilish mutawatir. Shunda o'tadi. Yani şu her hadislarda Rasulullah qo'lni ko'tardi degan bir mazmun bor. Lekin bu hadislarning o'zi qadaya muxtalifa degani xil temadagi kelgan, xil masalaga kelgan hadislar. Her mesele şu meselelerden mutawatir emas, belki hadis mutawatir emas. Ammo şu hadislarning o'tiridagi o'rtaq bir nuqta, qadrli mushtarak degan o'rtaq bir nuqta. U o'zimi duoga vaqt qo'lni ko'tarish umumiy yo'llarni birlashtirgan vaqtidan bo'ldi, mutawatir bo'ldi. Masalan, bir hadis, ikki hadis, uch hadis. Hadisning darajasi hisobda 5-6 yo'ldan keldi, 6-7 yo'ldan keldi, 8 yo'ldan keldi. Hisobda har birisining raviylar ashtabi. O'zi mustaqil mutawatir bo'lmaydi. Ma mutawatir emas, ma mutawatir emas, ma mutawatir emas. Ammo musha hadislarda bir mazmun bor. Xuddi aytganki, qo'lni ko'tarib duo qilish degan bir mazmun o'rtaq. Hammasining yo'llarini qo'shgan vaqtda ondan erishib ketadi. Unda o'ganda musha ma'na mutawatir hadislarning o'zi mutawatir emas. Ama aşta mutawatir hadis bahmu desa, mutawatir hadisning bayoqliq masalasiga kelsak, mutawatir hadislardan la ba'sa bih tepiladi degani xili ko'p yomon emas. Sanlar tepiladi. Shularning qatoridan Havzi Kavsar hadisi, 2-3 masih qilish hadisi, namozda qo'lni ko'tarish hadisi, halaqa nazarallohu ma'an degan hadis, ondan boshqa hadislar intayin ko'p. Lekin biz xabar ahadlarning soniga qaragan vaqtimizda mutawatir hadislarning soni xabar ahadga nisbatan intayin. Chunki 99% hadis mutawatir emas. Ya'ni xabar ahad. Balki 1% ya 2% hadis mutawatir chiqishi mumkin. Hamda mutawatir sab mutawatir haqida yozilgan dangliq kitoblarga kelsak, ulamolar mutawatir hadislarni to'plab mustaqil asar qilish alohida ko'ngil bo'lgan, nimishqa o'quvchilarning shunga murojaat qilish qulay bo'lsin uchun shu turlarning qatoridan birisi Al-Azhar al-Mutanafira fil akhbar al-Mutawatira Imom Suyutininki bu babga bo'lingan. Qatful Azhar ham Suyutininki, ash ilgir kitobninki qisqartilmasi. Nazmul Mutanafir min al-Hadis al-Mutawatir Muhammad ibn Ja'far al-Kattanininki yuqoridagi 3 kitob mursahadagi xil dangliq kitoblarning qatorida agar mutawatir hadislar haqida ma'lumot qilishmoqchi bo'lsak, shu kitobga murojaat qilsak bo'ladi. Tamam, mutawatir to'g'riliq gapimiz shunga bilan tugadi. Endi bizning ikkinchi mabhas, asosiy tema, kitobimizning asosiy tema xabarul ahad. Xabarul ahad degan nima desa, lug'at jihatda ahad birlikni ko'pligini, birlik degan ma'noda vahid ma'nosida xabarul ahad shu bir odam rivoyat qilsa bo'lgan lug'at jihat, ammo istiloh jihatda mutawatirlikning shartiga to'shmagan har qanday hadis xabar ahad bo'ladi. Mutawatirlik shartiga to'shmagan har qanday hadis, mutawatirning shartlarini o'ziga jug'layan bo'lgan har qanday hadis mutawatir ahad hadis. Buning hukmi shu desa, ilm nazariy degani ehtimollik ma'lumotni ifodalaydi. Ya'ni qarab baqish, qaytadan dalil izlash ma'noga ehtiyojlar. Zanniy deb qo'yamiz, ehtimollik boshqa xil undan kuchliroq dalil chiqib qolishi mumkin degan bir hukm bor. Gap shu hamda xabar ahadning cho'ng jihatning ikki taqsimoti bor. Xabar ahadni cho'ng jihatni ikkiga bo'lib turib tushunamiz. Har taqsimot ma'lum bir nuqtadan taqsim qilingan. Biz mana ikki taqsimotni tuvandagi ikki bobda inshaalloh ko'rib o'tamiz. Xabar ahadning ikki taqsimotining ikki bahsining birisi xabar ahadni yo'llarining soni bo'yicha bir taqsim qilamiz. Biz darsning boshida xulosalab o'tdik, ya'ni 3 ga bo'lindi, mashhur, aziz, g'arib deb. İkincisi quvvat daf itibarlan ikkiga bo'linamiz, ya'ni maqbul, mardud deb. Biz buni xulosa deb o'tdik. Birinchi mabhasda xabar ahadni yo'llarining e'tibori bilan 3 ga bo'lgan bo'ldik. 3 qismga, birisi mashhur, aziz, g'arib. Inshaalloh mashhur, aziz, g'ariblarni tuvanda mustaqil bir bob bilan har birisi mustaqil bobda so'zlab o'tamiz. Bugungi darsimiz mushahada oxirlasin. Inshaalloh
kelasi soatlik darsimizda biz hadisi mashhurdan boshlaymiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.